Sizning ish boshqaruvchingiz har kuni pul yo'qotishi mumkin. Siz buni ahamiyatdan qilmashingiz mumkin. Bu degani u sizdan pulni o'g'irlayotgan degani emas. Ya'niki u qanaqa qilib pulni kontrol qilishni bilmaydi. Yaqinda bizlarga Tojikistondan upravляющий обучениyaga keldi. Uni restoran egasi, hozir restoran ochmoqchi bo'lgan odam bizlarga обучениyaga, upravleniyaga odam tayyorlashga jo'natdi. Bir necha kunda biz ular bilan restoranni foydasiga yo zarariga nima to'g'ridan to'g'ri ahamiyat berish kerak, nimaga muhim qarash kerak, shuni biza to'liq ko'rib chiqdik. Bizlar ular bilan personalni, ishchilarni qanaqa qilib kontrol qilish kerak, qanaqa обучение o'tish kerak, ularga qanaqa to'g'ri KPI qo'yish kerak, motivatsiya berish kerak va qaysi joylarda finansiy yo'qotish bo'lishi mumkin, ularni ko'rib chiqdik. Поставщикlar bilan qanaqa ishlash kerak, har kuni qaysi joyda siz mayda-mayda joylardan pul yo'qotishingiz mumkin. Hammasini bizlar batafsil ko'rib chiqdik. Ko'pincha muammo shundaki, ish boshqaruvchilar aynan nimaga ko'pincha ahamiyat qilishlari kerak, shuni bilishmaydi. Undan keyin restoran birinchi kundayoq pul yo'qotishni boshlaydi. Shuning uchun bizda ikkita variant bor. Birinchisi, bizlar обучение olib, restoran ochmasdan oldin o'rganishimiz yoki bo'lmasa restoran ochgandan keyin o'zimizni xatomizda o'rganish. Bizlar ish boshqaruvchilarga shunaqa tizim beramiz, nimaga ular ahamiyat qilishlari kerak, nimani kontrol qilishlari kerak. Keyinchalik shu bizlarga sof foydamizni yo'qotmaslik uchun va foydamizni keyinchalik oshirish uchun nimalarga ahamiyat kerakligini biz ularga o'rgatib chiqamiz. Agar siz restoranni ochish etapida bo'lsangiz, siz hozir обучение deb zaifga qoldiring. Biz sizlarga qanaqa qilib komanda bilan restoranni запуск qilishni o'rgatamiz.